Salom barchaga. Bugun siz bilan Python dasturlash tili yordamida murakkab foizni qanday hisoblash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Juda sodda, lekin hayotda juda foydali misol. Demak, boshladik. Birinchi navbatda biz o'zgaruvchilarni kiritib, ularga value, ya'ni qiymat berib olamiz. Asosiy summa 0 deb beramiz va keyingisida foiz stavkasi. Jaydacha o'zbekcha. Va davom etamiz. Yillar soni. Buni istagancha o'zgartirsangiz bo'ladi. Mani hayolimga shu keldi. Endi bizda qiymatlar belgilangandan so'ng asosiy funksiyamizni yozamiz. Ya'ni birinchi asosiy summamiz uchun while funksiyasini foydalanamiz. While true, ya'ni rost bo'lganda asosiy summa uchun biz qiymat so'raymiz. Float beraman. Asosiy summani kiriting. Bizga oson bo'lishi uchun son birligini qabul qilib olamiz. Keyingi qismda agar asosiy summa 0 dan kichik bo'lsa, summa manfiy bo'lishi mumkin emas deb kiritib olamiz. Yokida shunchaki to'xtatish funksiyasini kiritib olamiz. Bu asosiy summamiz uchun belgilangan kod edi. Endi ikkinchisida esa foiz stavkasini hisoblash bo'yicha. Foiz stavkasini kiritish yozamiz. Kiritish. Bunga ham while true foiz stavkasi. Undan ham qiymat so'rab olamiz. Float foiz stavkasi. Keyin sal o'zgartirish kiritamiz. Yillik foiz stavkasini kiriting deb olamiz. Buni yanada soddalashtirish uchun asosiy belgidan foydalanamiz. Foiz belgisidan keyin esa agar foizimiz bunda ham 0 qiymatdan kichik bo'lsa, foiz stavkasi manfiy bo'lishi mumkin emas degan javobni beramiz. Yokida bunchaga to'xtatamiz. Ikkinchi foiz stavkasi uchun yozgan kodimiz tayyor. Endi va so'ngida yillar stavkasini ko'rish. Yillar sonini kiritish. Bunda ham xuddi shunday while true yillar soni va biz boshidagi ikkita asosiy summa va foiz stavkasi uchun float kiritgan edik. Ya'ni butun qiymat son bo'lish ehtimoli bor, lekin yillarda bu narsa bo'lmaydi. Shuning uchun biz int, ya'ni butun sonlardan kiritamiz. Yillar sonini kiriting. Yoki necha yilga hisoblamoqchisiz? Necha yilga hisoblamoqchisiz? Ketdik. Agar yillar soni bunda ham 0 dan kichik bo'lsa, print yil soni manfiy bo'lishi mumkin emas deb kiritib olamiz. Bunda ham else da yana break funksiyasi bilan tugatamiz. Endi umumiysi yakuniy omma kodlarni jamolgan bir joyga yig'gan holda asosiy summa qiymatini olamiz. Mana pacharni o'zi ham belgilab berdi o'zgaruvchilarni. Endi ko'paytiruvchi belgisi po funksiyasidan foydalanamiz, ya'ni qiymatga oshirish. Qiymatga oshirganimizda bir qo'shilgan foiz stavkasi va uni 100 ga bo'lingani hamda yillar soni. Va so'ngida
print fstring bilan foydalanamiz. Shunga bizga to'g'ri natija beradi. Yillar soni, yildan so'ng keyingi umumiy mablag', yakuniy summa. Va yakuniy summa uchun biz yaxlitlab olamiz. 2f va yaxshiroq natija olishimiz uchun so'm deb belgilaymiz. Kodimiz tayyor. Endi bir tekshirib ko'ramiz. Asosiy qiymatga 0 ni berib ko'raman. Va 0 ni berganimdan keyin 0 yildan keyingi umumiy mablag' 0 so'm. Ham to'g'ri. Endi 1 million so'mni 10% 1 yilga hisoblaganimda 1 million 100 ming so'm chiqib keldi. 1 million. Bir million 100 ming so'm. Barchaga rahmat.